qizlar. Praktikam tugadi, o'qish boshlandi, o'qishga tayyorlanamiz. Necha kundan bir video ololmayotgandim, chunki labimga narsalar chiqib ketdi. 12 oyning sarvari bo'lmish Ramazon oyi hammangizga muborak bo'lsin. Sizlarni nimaga juda ham xursand bo'laman? Chunki mening go'zal farzandim ushbu oyda dunyoga kelar ekan. Mana shu oyda kim nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, hamma yaxshi niyatlari amalga oshishini tilab qolaman. Menga o'xshab farzand kutayotganlar esalomon bag'ringlarga bosib olinglar sizlar ham. Mana o'qishda o'qiyotgan talabalar hammamiz o'qishimizni a'lo baholarga bitira olaylik. Men ham talabaman, ham onaman. Ramazon oyi juda ham fayzli oy qizlar. Nimaga shu oyi fayzi har oyda bo'lmas ekan? Har oyga qolsa ruhiyati, kayfiyati qanday zo'r bo'lar edi. Tayyor bo'ldik. Men o'qishga. Hammanglarga yaxshi kun tilayman. Всем пока, девочки. Ro'za tutganlarga Xudoyim sabr bersin.